Assalomu alaykum. Mana Namangan shahridagi suv xo'jaligidagi obyektimiz mana oldi sarroqlarni to'xtavoqdi. Xudo xohlasa inshaalloh kuzatib tursani ish davomida videolarimizni qo'yib boramiz. Joyimiz 600-700 kvadrat chiqadigan joy. Xudo xohlasa tomosha qilib tursani, kuzatib borsani videolarimizni qo'yib boramiz. Salomat bo'ling. Xudo xohlasa ukalar kuzatib borsani kun davomida videolarimizni qo'yib boramiz. Kuzatib borasizlar ishimizni.